Assalomu alaykum azizlar. Bizni oldimizga bitta opamiz bordilar. Bizda lechini olib ketgan, eksema kasalligi bilan bir necha yillarni juda qiynalib ketgan. Hali o'zlari yosh. Minnatdorchilik bildiran kelishibdi. Qani o'zlaridan bir og'iz eshitamiz. Assalomu alaykum hurmatli Usmonjonda mijozlari va shu kasallik bilan kasallanayotgan bemorlar. Men shuni sizlarga tavsiya qilamanki, hozir emotsiyaga berilib, ko'zimga yosh kelyapti. 2,5 yildan beri shu kasallik bilan rosa qiynalib yurdim. Kojinniga bordim, xususiy yana boshqa doktorlarga bordim. Kojinni har biri dori, lechiniya qilib beradi, garmon qilib beradi. Ulardan foyda ko'rmadim. Rosa qiynalib, asabiylashib, o'sha kasalligimga qaraganda yana diqqatim oshib, yana battar kasalim qo'zg'ordi. O'sha Instagram orqali shu ukamni ko'rib qolib, yoniga keldim. Mana 2 oydan beri yozib bergan lechinilarini olyapman. Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'lib, qo'llarimda, oyog'imdagi o'sha toshmalarim yo'q bo'lib ketdi. Shu sababdan men minnatdorchilik bildirgani keldim. Bu doktor ukamiz o'zini manfaatini o'ylamas ekan. Men shunga rosa xursand bo'ldim. Birinchi kelganimda yotib lechiniya olaveray desam, yo'q opa, siz birinchi marta shu dorilarni olib ko'ring, keyin agar bo'lmasa yotib lechiniya qilamiz dedi. 2 marta ko'rigiga keldim. Mana ikkinchisida Allohga shukr ancha yaxshi bo'lib, toshmalarim yaxshi bo'lib, xursandligimni bildirgani keldim. Yana shu bilan aytmoqchimanki, shu bolani shu darajaga yetkazib, o'qitib, shu bizdaqa bemorlarga o'z nimasini qo'shayotganligi uchun ota-onasiga katta rahmat. Shunchalik tarbiya berganiga, o'zini manfaatini o'ylamaganligi uchun o'z minnatdorchiligimni ota-onasiga ham bildiraman. Rahmat katta. Kelinglar, agar ishonch hosil qilib kesalaring, albatta davo topasizlar. Parhezni vaqtida ushlab, birinchi o'rinda parhezni ushlash kerak va doktorda aytgan amallari, aytgan dori-ukollariga amal qilib, vaqtida o'zlaringga e'tibor qilsalaring, bu kasallik umuman yo'qib ketadi. Men 100% men bu gapimga javob beraman. Sog' bo'lasizlar. Opamiz kelganlarda juda og'ir ahvolda, hatto stressga tushib, ko'chaga chiqa olmayapman, o'tirishlariga, o'rtoqlarimni ichiga oldiga bora olmayapman deb keluvdilar. Albatta hozir o'zlaring endi hozir gap to'g'risi ayol kishi o'zlari xolamada betiga nima qo'yamiz, lekin u o'zini nimalarni, emotsiyalarini baribir men o'zim sezyapman. Opada natija zo'r, o'zlari xohlab kelishibdi. Mana xonada o'tirdim, kelib shunaqa men rahmat aytgim keldi, kerak bo'lsa Instagramga chiqib aytaman deb kelishibdi. Opaga ham rahmat. Ixlos qilsang albatta hamma kasallik davosini topsak bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.